Assalomu alaykum qadrdonlar, omamizda charchamayapsizlar. Hozir kechikirganga qaramasdan asakamizni ahlatga yetib kelganmiz. Xudo xolasa farzandlari nomidan onajonisini xursand chiqamiz. Ketdik. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdir. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Qalbimda tilagim didor, onajonim rahmating bor. Ko'zlari nurli yonim bor, ko'zimning nuri onamdir. Qalbimda tilagim didor, onajonim rahmating bor. Ko'zlari nurli yonim bor, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Hammalarga yoqimli ishtaha va xayrli kech. Tinchmisizlar? Kirib kelgan ro'za Ramazon oylari bilan ro'zalar qiynalmay tutyapsizlarmi? Bola yaxshimisiz? Ha, bo'ldi, xudo xohlasa charchamayapsizmi? Ha, rahmat, omonmisiz? Rahmat, bola. Tug'ilgan kunlaringiz bilan, shukrona kuningiz bilan, payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimdan, chin yuragimdan muborakbod etaman. Xudo xohlasa uzoq umrlar ko'ring, hech qachon qarimang, kasal ham bo'lmang. Chunki bu dunyodagi ota-onalarimizni hech qachon qarishiga ham, kasal bo'lishiga ham haqqinglar yo'q, xola. Salomatmisiz? Kutmochchilik qilib, bir aytib qo'ymadim buni bolalar keladi. Ha, kutilmaganda shunaqa surpriz qilishni yaxshi ko'rar ekanda farzandlaringiz. Farzandlaringiz nomidan yetib kelyapman mana. Xudo xolasa. Bu O'zbekistonimizda hech qaysi tug'ilgan kunni tortsiz tasavvur qilib bo'lmaydi, to'g'rimi? Hayotingiz to'rtga shirin bo'lsin degan maqsadda shu tortlar tayyorlash farzandlaringiz. Bu mana o'zimizning asakamizdagi dadajon shirinliklaridan. Qanaqa to'rt aytaymi, xola? Dadajondan ayajonga atalgan. Sizni cho'pdek biroz qarshi cho'pgan. Va xola, hozir gul do'konga boruvdik. Gul do'konga borsak, gullar rosa ko'payganda, ana gullar ichida eng chiroyligi menman deb ajralib turadigan to'xta sen adashyapsan dedi. O'zimizni asakamizni haqdachisida bir xolam bor edim. Xolamning chiroyini ko'rib o'zingni o'zing hijolat bo'lmasang bo'ldi dedi. Qarang, bu gul sizni chiroyingizni ko'rib o'zini o'zi hijolat bo'lyapti. Xudo xolasa shu gullarga ochilib yuring. Hech qachon qaramang, kasal ham bo'lmang, xudo xolasa mana. Yuzingizdan kulgu arimasin, tabassum arimasin. Doimo kuch-quvvatga to'lib yosharib yursangiz, shuni o'zi katta baxt. Hozir xola bitta niyat qilib qo'ydim. Xudo xolasa yuzga kirganingizda ham, bizni shu xonadoningizda, yaqinlar davrasida hech qanaqa hassasiz, qaramagan holatda, kuchga to'lgan holatda, yuzingizga ajin tushmagan holatida kelinglar, bolalarim deb kutimiz kelaylik, tabriklaylik, yaxshi kunlarga yetkazsin. Va xudo xolasa, umra safariga, katta hojilarga sertifikatlar qilib berishsin, o'zimiz ism familiyangizgacha o'qib, topshirib jo'nataylik. Borib kelganingizda uzun qizil daroshkalarda, oppoq kiyimlarda chiroyli, ma'noli qo'shiqlar bilan kutib olishlik. Bizni tabriyasaga jamoasiga nasib qilsin, mana shu kunlarga yetkazsin. Va yana bitta niyat qo'shyapman. Xudo xolasa bitta chiroyli Inamarka mashinasiga oldiga onajonimga deb yozib olib kelishni nasib qilsin. O'zimiz o'sha Inamarka mashinasini kalitiga chiroyli qizil bantilarni chugib
Mana onadek topshiringlar ash kunlarga yetkazsin, ha? Xudo xolasa. Sizlar ham ichinglardan niyat qilib ko'rasizlar. Ha. Xudo xolasa sizlarni ham shunaqangi yaxshi kuninglarda, chiroyli kuninglarda bizni tabriyasiga jamoasi kelib, sizlarga ham bundan-da katta badarkalar topshirib ketishni albatta nasib qilsin. Xudo xolasa. Bu farzandlaringiz bizni ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib, kuzatib, niyat qilgan joyi bor edi ekanda. Hech kutmadim. Mana bugun Xudo xolasa niyati amalga oshdi. Yo bu xolama ko'zidan oqayotgan tomchilar quvonch ko'z yoshi hisoblanadi. Sevinch ko'z yoshi. Xola qarang, hozir siz uchun bitta tug'ma talantim bor, shundan foydalanaman. Bizni maqsadimiz o'zi dunyodagi barcha ota-onalarni farzandlari nomidan xursand qilib, ko'ngillarini ko'tarishdi. Xola qarang, bizda alo yoshini taxmin qilib to'g'ri topib qo'yishga qobiliyatimiz bor. Yoshingiz so'ramadim farzandlaringizdan, o'zim taxmin qilib ko'rmoqchiman. Agar rostdan ham to'g'ri topib qo'ysam, chiqib elisiga berib olishim mumkin. Kelishdingmi? Rostdan ham to'g'ri topib qo'ysam, qo'li boshdan qarshi chopib qo'yasizlar. Agar bitta qo'lida telefoniga videoga olayotganlar, bitta qo'lingizda yuzingizga yurib qo'yasizlar. Qarsa hisobiga qabul bo'laveraman. Kelishdingmi? Ha? Xola aytaveraymi? Taxmin qildim, rangin qildim. Menimcha siz bugun 17 yoki 18 yoshga kirasiz. Shunaqangi 18 yoshda yana 18 sasini bersan, har birida har yilida kelaylik, tabriklaylik, shukrlarga yetkazsin. Mana Xudo xolasa bugun kunlikda yaqinlar davrasida 18 ga yetkazib qo'yapman. Keyingi yilda siz bilan 19 yoshda ko'rishamiz. Ha? Keyingi yilda shu sanasida ham sizlar bilan diydor ko'rishlik bizni tabriyasiga, jamoasiga nasib qilsin, mana shukrlarga yetkazsin. Nechta farzandlardan xolos? 4 ta. Hozir, to'rala farzandingizning nomidan bir dona she'rim bor. Yo'q demay siz ijro qilib beraman. Bu farzandlaringizga yoqib qolgan ekanda bu she'r. Shu she'rda aytmasiz, bizim xonadonga bormay qo'yavering degandi, yo'q dedim, boraman. Xolam uchun ijro qilganim boraman. Siz uchun qabul qilib olasiz. Boshim qo'yay bugun pok poyingizga. Qalbim to'la mehr daryo soyingizga. Mehribonim tanhoginam jona boringizga shukr deyman, boringizga. Neki bo'lsa hammasidan qimmatimsiz, pok iymonim yorug' yuzim qimmatimsiz. Dunyolardan topib olgan jannatimsiz, boringizga shukr ona, boringizga. Qalbimdasiz, doim mening jonimdasiz, qayda bo'lsam xayolimda yodimdasiz. Baxtiyorman gar bo'lsangiz yonimdasiz, boringizga shukr ona, boringizga. Farishtalar o'tib o'ngu so'lingizdan ibrat olsin sizning umr yo'lingizdan. Aylanayin men bolam degan tilingizdan, boringizga shukr ona, boringizga. Or qilaman hamma qilgan xatoyimdan, ko'nglingizga bergan nogoh jafoyimdan. Umringizni sulay qodir xudoyimdan, boringizga shukr ona, boringizga. Boringizga shukr ona, boringizga. Boringizga shukr qiladigan shunday farzandlaringiz, yaqinlaringiz hamma salomat bo'lsin, sog' bo'lsin, xola doimo yuzingizdan kulgu arimasin, tabassum arimasin. Endi sizga yana bir dona qo'shig'imiz bor. Ayting desiz aytamiz. Aytmay desiz majbur aytamiz, eshitishga majbur bo'lasizlar. Ketdik, qani? Yarim toqshonchi bola beshigini, ona qalbi bo'linadi dunyolarga. Farishtalar oching jannat eshigini, totongacha aytgan onalarga. Onalarni ranjitganin bag'rin tiling, tunasiz deb diydor o'tgan qadrin biling. Hamma yukib boshimni bir ta'zim qiling, totongacha aytgan onalarga. Yuragida dard oshkor qilmas ona
onam, 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 jannatim onam. G'am ko'rmasin dediz onam, yoringizga shukr onam, onam, onam. Jonli ijro va boshqacha odam masal qilaveradi xola. Xudo xolasa. Bugungi kunda qahramoni sizsiz xola. Bugungi kundagi chiroyli dasturxonlar, chiroyli gullar, tortlar va chiroyli jonli ijrodagi qo'shiqlar, she'rlar faqat siz uchun xola. Xudo xolasa bugundan boshlab miyangizda qanaqangi g'am tashvishingiz bo'lsa xola, bir chekkaga shuni chiqarib yuborasiz, hayotda kulib, o'ynab, maza qilib yashasangiz, shuni o'zi katta baxt. Ana Avazonga aytgandek yashab bersangiz bo'ldi, Xudo xolasa. Ha? Yelkangizdan to ag'darilgandek bo'ldimi? Biz maqsadimizga erishdik, chunki bu dunyoda ota-onalarimiz uchun qancha e'tibor berib, qancha ko'nglini olib, qancha padarkalar qilsak shuncha kamda xola, ertaga bu narsalar bizga ham farzandlar tomonidan qaytadi, Xudo xolasa. Salomat bo'lsangiz bo'ldi, yuzingizdan kulgi arimasin, tabassum arimasin. Endi doimo kuch-quvvatga to'lib 18 yoshda yosharib yursiz, shuni o'zi katta baxt xola. Xudo xolasa xursand bo'lsanglar bo'ldi. Bizni shu yerga chaqirgan, olib kelgan shu farzandlaringizlarni haqqiga bitta chiroyli duo qilib qo'ysanglar, esdalik bo'lib qoladi, Xudo xolasa. Hani? Ha. Qiling hola. Qiling hola, duo qilib qo'ying. Qiling, video bering holamga bittasi, bering hola. Olib turadi bittasi. Qilavering hola. Avvalambor elimiz yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin, hamisha tinchlik, omonlik, xotirjamlik bo'lsin. Mana shu jigarimni ham Allohim tug'ilgan kunlari bilan hammamiz tabriklab mana shu yerga yig'ildik. Hamisha tanijonlari sog' bo'lsin, bolalariga bosh bo'lsin. G'am ko'rmasin, dard ko'rmasin, Allohim yuzga kirsin. Mana bolalarimizni ham Allohim sizlarni ham tanijoninglar sog' bo'lsin, uzoq umr ko'ringlar. Amin. Eldi xizmatida doim sog' salomat yurgani Alloh o'zi nasib qilsin. Ro'za Ramazon kunlari hammamizni yanagi yil, yanagi oy, yanagi shu kunlarga to'kilmay, chachilmay, qatorimizdan xato bo'lmay, mana shunaqa tug'ilgan kunlarda Alloh o'zi yetkazsin. Yaxshilik kunlar bo'lsin. Sizlar bo'ldi. Xonadoninglarda shunaqa xursandchilik kuninglar ko'p bo'lsin, to'ylar bo'lsin. Bizni Tabriz aka jamoasini aytish albatta esinglardan chiqmasin. Tug'ilgan kunni endi maza qilib yaxshi o'tkazib olasiz. Rahmat xola.